Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala derbihi ila yevmidin ve ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi qarindashlar, yaxshimisizlar? Men o'zimga va sizlarga oldi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tuvanlik hadis eskartib o'tmoqchi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kimki ilm talab qilish yo'lida mangdigan Alloh taolo uning jannatning yo'lini osonlashtirib berdi. Alloh taolodan bizga jannatning yo'lini osonlashtirib berishni va oxirat firdavs jannatlarini berishini so'rayman. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganim Imom Navaviyning Al-Arba'un Navaviyya degan kitobining birinchi hadisi. 40 hadis. Imom Navaviyning 40 hadis degan kitobi. Birinchi hadisini yetkazmoqchi. Ana Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Amirul Mu'minin, mu'minlarning amiri Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini angladim. Amallar niyatlar bilan bo'ladi. Har qanday bir kishi uchun niyat qilgan narsa bo'ldi. Kimning hijrati Alloh va Allohning payg'ambari uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Allohning payg'ambari uchun bo'ldi. Kimning hijrati dunyoga bo'lsa, dunyoga erishdi yoki ayol kishi uchun bo'lgan bo'lsa, uning o'ylandi, hijrati hijrat qilgan narsa uchun bo'ldi. Bu hadisning ravisi, rivoyat qiluvchisi mo'minlarning amiri Umar ibn Xattob Abu Hafs. Abu Hafs uning kunyati bo'ldi, qizi Hafsa, bo'g'ashqa Hafsaning dadasi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambarlikning 6-yili musulmon bo'lgan. Musulmonlar izzatga erishgan va kuchlangan. Amirul Mu'minin degan laqab bilan tunji bo'lib atalgan kishi. Xulafar Rashidullohning ikkinchisi Abu Bakr xalif qilib o'zi saylab qo'ygan. Vafot bo'lishning oldida hijratning 23-yilda Abu Lu'il Majusi degan kishining qo'lida Madinada shahid bo'lib ketgan. 10 yil xilofat muddati 10 yil bo'lgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taxminan 500 hadisni rivoyat qilgan. Imom Shafiy bu hadis to'g'risida, ya'ni amallar niyatlarga bog'liq degan hadis to'g'risida bu hadis ilmning 3dan biri degan. Hatta rivoyat qilingan rivoyatda İslamның asoslari 3 hadis qurilgan bo'ldi. Hadis Umarning hadisi, amallar niyatlarga bog'liq degan bu hadis Aisha radhiyallohu anhoniki, kimki bizning ishimizda bir yo'qishni paydo qildi ekan, rad qilindi degan hadis. Ya'ni bir hadis Nu'man ibn Bashirniki halolmi uchuq, harommi uchuq degan hadis. Bu hadislarning hammasi mush 40 hadisda jo'g'langan bu. Nurg'un yozuvchilar kitobini mush hadis bilan boshlab yozdi. O'zininki mush kitobni yozgan vaqtida Alloh taolodan ixlos ato qilishni umid qilib va o'quvchilarning bu o'qigan vaqtida niyatini durust qilib turib, ixlos bilan o'qishni umid qilib mushta yozdi. Hadisning sanadi g'arib hadis boshdan oxir. Ya'ni bu hadisni faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan faqat Umar ibn Xattob yolg'iz rivoyat qilgan. Umar ibn Xattobdan Alqama ibn Waqqas degan kishi yolg'iz shular rivoyat qilgan. Uningdan Muhammad ibn Ibrohim at-Taymi degan kishi yolg'iz rivoyat qilgan. Uningdan Yahya ibn Sa'id al-Ansari degan kishi yolg'iz rivoyat qilgan. Uningdan keyin 200 dak kishi rivoyat qilgan. Uning oldida bu sanad yolg'iz fard hadis, g'arib hadis. Bu hadisninki sababi to'g'risida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida bir kishi bor edi. Muhajir Ummu Qays deb atalgan, ya'ni Ummu Qaysning muhojiri. Bu kishi shu Ummu Qays degan kishi bilan to'y qilg'izbaka. Ummu Qays buningga bu ayol bu odamga mening mehraqim sening hijrat qilishing bo'lsin deb tushundim ekan. Bu odam mush ayolni deb hijrat qilgan ekan. Bu vaqalik kishilar orasida mashhur bo'lib ketgan bir vaqalik bo'lsa-mu, Abdullah ibn Mas'ud shunday degan bo'lsa, lekin bu hadisniki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mush odamning haqqi deganmi yoki demaganmi degan to'g'risida bu aniq bir ishonchlik ma'lumot yo'q. Endi bu hadisniki azroq sharhlsak, amallar niyatga bog'liq bo'ladi. Buni qanday tushunamiz deganda, masalan, ba'zi amallar bor, ibodatlar bor, masalan, niyat ehtiyojliq, niyat chuqur bo'lish kerak. Shar'iy amallar masalan. Amallarni bir-biridan farqlantirish, naflni farzdan va yoki nafllarni o'zaro bir-biridan, farzlarni boshqa farzlardan o'zaro farqlantirish chuqur niyat bo'lish kerak. Undan yana birisi niyat deganda niyatingiz Alloh rizoligi uchun bo'ldimi yoki
başqa bir dunyolik maqsadlar uchun bo'ldimi degandek. Masalan, oxirda deg'u kimning hijrati Alloh va Allohning rizoligi uchun bo'lsa, Alloh va Allohning rasuli uchun bo'lsa, hijrati Alloh va Allohning elchisi uchun bo'ladi degan. Buni bu ixlos degan gap. Ixlosingizda faqat Allohni niyat qilib hijrat qilgan bo'lsangiz, shu hijratdan iborat katta amalning katta ajriga erishsiz. Agar hijratingiz dunyo uchun bo'lib qolsa, dunyolik manfaat uchun bo'lib qolsa, shu narsaga erishsiz yoki bir ayol kishini hijrat qilgan bo'lsangiz, shu ayol kishiga erishsiz. Bu degani cho'qim erishidi degan gap emas. Balki erishish mumkin dunyoga yoki ayol kishiga. Ammo erishgan taqdirdami Alloh va Allohning payg'ambarini hijrat qilgan kishidek anandek katta ajrga, katta mukofotga erishamaydi degan gap. Oxirdan debdi fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Uning hijrati shu hijrat qilgan narsa uchun bo'ldi deb naqdimidi bu. U dunyolik narsalarni tilga ilishga arzimaydigandek bir his qildirish, bu bir balog'atli nuqta. Shunga amallarni qilgan vaqtimizda ixlos bo'lish kerak va shariatga uyg'un bo'lish kerak. Ham ixlos bo'lishi, ham shariatga uyg'un bo'lish kerak. Ixlos bo'lib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga uygun bo'lmasa, o amal yani qabul bo'lmaydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga uygun bulup, ixlos bo'lmasa, Allah rizaligi uchun qilingan bo'lmasa, yana qabul qilinmaydi. Agar yiltizilla, aslida Allah rizaligi uchun bo'lmay, riyo bilan bo'lgan bo'lsa, o qabul qilinmaydi. Aksicha do'zaxga oldindan tashlangan kishilarning qatoridan bo'lib qolish sabab bo'lgan amal bo'lib qoldi. Agar shu ixlosga yani riyo aralashib qolgan bo'lsa degan vaqt. Hadis qudusda Alloh taolo man amila amilan ashka fihi ma'i g'ayri taraktuhu va sharikahu degan. Kimki bir amal qilib menga boshqalarni sherik keltirgan bo'lsa, uni va sherikini tark etma, tashlab qo'yma degan. Shunga bu hadisga asosan shuni ko'rish bo'ldiki, ixlos bilan qilib, yani uningga riyoni aralashtirib, Alloh sherik keltirib riyani aralashtirib qolgan bo'lsa-mu, uning amali rad qilinib, qabul qilinmaydi. Ammo masalan yana aslida bir odam ixlos bilan qilgan bo'lsa u amalni, ammo riyodan boshqa niyat aralashib qolgan bo'lsa, masalan jihad qilish desak, uningga g'animat tilishdan iborat bir niyat qo'shilib qolgan bo'lsa, yoki haj desak, uningga tijoratdan iborat yana bir niyat qo'shilib qolgan bo'lsa, qanday bo'ldi deganda uningki amali bekor bo'lib ketmaydi, chunki uningda riyo bo'lmadi. Lekin bir dunyolik manfaatni qo'shilib qolganlik uchun balki g'animatni qilib qolaman, hajni qilib yenish jarayonida bir tijoratni qilib qolaman degandek bo'lsa, faqat va faqat Alloh rizoligi uchun jihad qilib, faqat va faqat Alloh rizoligi uchun haj qilgan kishilar qaragan vaqtda ajri kam bo'ldi. Şer'i ibadetlerden başka yine qanday bir işimizde mesela tamak yiyish, uxlash, su ichish degandek ishlardimi niyatimizda Alloh rizoligi uchun deb niyat qilib olsak, uning ajri bo'ldi. Masalan, tamak yemoqchi bo'lsak, men mush tamakni yeyish orqali badanimni kuchlantirsam, amal ibodatlarni yaxshi qila olayman. Alloh taxim sog'lom badan bilan ibodat qila olayman, badanimni aql bergan bo'laman. deb shundaq niyatlarni hozir qilsak, uni ajr etmaymiz degan gap. Qilsakmi, tomoq yesakmi, kiyim kiysakmi, qanday bir ish qilsak, Alloh rizoligini niyat qilib olsak, ajr bo'ldi. Harom mikro ishlar bo'lib qolmaslar. Alloh taolo namimizga yushurun oshkor qilgan ishlarimizda, gap so'zlarimizda har vaqtda ixlos ato qilishini so'rayman. Xato so'zlab qo'ygan yerlar bo'lsa, qarindoshlar ko'z tutib berishinglarni so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.